O'rtoqlar, o'yindan o'ch chiqdi deydimi? Navbatdagi jang yaqin. Yaxshisi videoni oxirigacha ko'ringlar-da, fikringizni kommentga yozib qo'yasizlar. Nima gap? Hech bo'lsa, shu bir kun kelib sen bilan tushib qolsam, yutqizib qo'ymay deb har kun shug'ullanyapman. Ha, hammasi yaxshi bo'ladi, hammasi. Yutish yutqach Allohdan mehnat qilsang kam bo'lmaysan. Faqat menga yopishmaganda. Farishtalar yaxshi gapga ham, yomon gapga ham omin qiladi. Assalomu alaykum. O'zing asra. Tinmoqgan boss. Sen mendan sal balandroq odasan, chunki alashib aytasan. Ustundagi futbolga yarasha xarakter ko'rsat. Yo, gap unda emas. Shu prosta oktagon seni bermoqchi bo'layapti-da. Bilasan-ku, hayotda oshna-og'ayni, do'st, jigardan ko'ra pul muhimroq. Shunga har ehtimolga qarshi harakatdaman-da. Hamma narsa bo'lib qolishi mumkin. Prosta jigar yolg'on gapirmayman-ku, bilasan. Oktagonda qoidasi maksimum 2 marta boqadi, keyin bitta qoqadi. 2 marta boqadi, bitta qoqadi. Beganaga, chetdagilarga qoqtirgandan ko'ra o'zing jigaringga qoqtirib qo'ya qolgan yaxshi deb o'ylayman. Eng yaxshisi shu jigar. Xavotir olmashda qoqtirish niyati yo'q, chunki biz erkakmiz. Faqat qoqib yurganmiz. Shuncha vaqt sekin ana qildik, ana haqiqiy zirg'ilishni, zarajini boy bo'layotgan doshna. Oktagonga keladigan bo'lsak, oktagonda sammas endi men qira olman. Endi xohlagan ishimni men qilaman. Kim bilan urushaman, kim bilan urushmayman. Oktagon bilan kelishuvimiz bor. Oktagon men nima qilishimdan oldin yoki ular nima qilishdan oldin birga maslahat qilamiz. Chunki oktagonda erkatoyi, kenjatoyi hozir menman. Xavotir olmang, men o'zbeklar bilan urush niyatim yo'q. Sen nima xohlayapsan, nima qo'yyapsan bilmayman. Sen bilan bitta zalda ham hal qilib qo'yamiz. Zalda ham bir zaryajini bir sparingda hal qilib qo'yamiz. Men klitkada sen bilan yoki boshqalari bilan, men kuchli bo'lsin, kuchsiz bo'lsin urushmoqchi emasman. Men boshqa yurtliklar bilan urushaman. Joning sog' bo'lsin. O'zing ham bilasan. Men sen urmasdan urib qo'yishim mumkin. Chunki men shu joygacha Alloh olib keldi va Alloh yetalab olib ketyapti. Ehtiyot bo'lgin. Ehtiyot bo'lgin, bolakay. Shuncha yilga olib yurganda 15 minutlik boyda to'kib qo'yma. Tushuntira oldimmi? Mani tepadagi gaplarim hazil-huzul kuyi. Lekin seni eng bitta minusingni aytaymi? Meni senga dushman qilib qo'yishim mumkin bo'lgan. Shuncha yildan beri oktagonga mehr berdim-da, men qira olman. Eski media bayeslar bu, endi men qira olman degan narsang ikkalamizni dushmanchilikka olib kelib qo'yapti. Oktagon nima uchun Odilxonni bunchalik qaytarishga harakat qilyapti degan savol paydo bo'lishi mumkin. Paydo bo'lgan bo'lsa ham kerak senda. Sababi mana bu bukmekerskiy kontoradagi summalar Kamilga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi, Kamilga yo To'xtarga ko'p tikiladi, Odilga ko'p tikiladi. Zirelishni mana juda ham ko'p katta kuzatiladigan bo'ylar biz orqali. O'shaning uchun oktagon topshiriq olganligi uchun ham u bukmekerskiylardan, kontoralardan qaytarishga harakat qilyapti. Gap shunda. Seni bitta minusingni aytaymi? Xafa bo'lmagin, ozgina kibrga berilding. Muhiddin akalar haqidagi gap ham, meni o'zimga ham Zaybalqorda akalar degan gapni aytgansan. Esingdami yo'qmi? Men yozsam ham misol uchun oylab ochmaysan, haftalab ochmaysan. Men qira olman degan o'sha men degan narsa ozgina seni qiyshaytirib qo'ydi, ozgina. Nima deydi? Bu dunyo hammamizdan qoladi. Bechorani yoqib odamlarga o'zingga o'xshagan ko'pchilikka misol uchun yoqyapsan, gap yo'q. Misol uchun men qilmagan ishlarni qilding, ota-onang umraga jo'natyapsan, boshqa qilyapsan, lekin ozgina ichingdagi men degan kibr chiqib qolyapti. O'shaning ustida ozroq ishla maslahatim. Keyin sen Saturn bu. O'zingga gaplaring, o'zingga qiliqlaring bo'lsin. Setga ishlaganing ham, misol Amirxon Alixo'jayev qilgan ishi. Oktagonda endi men erkatoyman, u bu degan gaplar, men aytganim bo'ladi degan gap ham erki bulanni o'rgangan gaplaring. Bazaro neto deyishni o'rganmoqsan, u Zemlyaging Asilbek Emomani gapirgan gaplari. Oktagon bu Saturn degan gaplaringni eshitib qoldim, u Odilxonda gaplari. O'zingda qiliqlaring, o'zingga gaplaring bo'lsin. Men erkatoyman, u bu Oktagon liboy payt Saturnda yasab oladi. Shunday ekan, davay Toshkentda Odilxon bilan urushasan, eli siktirib etdan deb vapros tashlab qolishi mumkin. O'shanaqa vaziyatlarga
tayyor tur maslahatim. Men sendan hech narsa xohlamayman. Prosta oktagonga Saturn emas, oktagonga katta-katta rekordlar kerak, katta-katta natijalar kerak. Shunday ekan, o'zingga ehtiyot qil. Men degan kibrni ozgina sindir. Shunaqa gaplar. Odilxon menga video chiqaribdi. Telegramda yozishganimizda. O'zi bilmay ham qoldim. O'zi boshida shoqolni bekorga aytmagan ekanman-da. Shoqolligini qilar ekan. O'rtamizdagi narsani sekin ommaga olib chiqishi bilmadim. Keyin boy qilamiz debdi. Sen boshida intervyu vaqti aytganding-ku, o'zbeklar bilan urushmayman deb. Nima bo'lyapti? Buncha prosmotr yemayaptimi? Shunday bo'ladi. Ha, otam, banor. Yannoy xarot. Ya volk, assalomu alaykum. Alloh qo'llab turgani bandasi xo'rlolmaydi. Endi sani davring o'tdi. Alhamdulillah, Allohim bergan ne'matingga shukrlar bo'lsin. Bitta yuzga ikkita bashara ko'plik qilmayaptimi? Qolgan masalalarga keladigan bo'lsa, men hech qachon senga sir bermaganman. Unaqa narsalarni gapirmayman ham. Chunki akalarim temasiga kelayotgan bo'lsa, men akalarimning muxlisi bo'lganman, fanati bo'lganman, hali ham yaxshi ko'raman. Ular menga ishonadi, hali ham meni yaxshi ko'radi. Ular hali ham meni yonimda. Sen xavotir olma. Asilbek emiman. Meni zemlagimga keladigan bo'lsak, u meni jigarim, yaqinim, sirdoshim. Men u aytgan gapni aytganimdan faxrlanaman. Men yaqinlarim borligini isbotlab qo'yaman, shunchaki so'zlarim bilan. Yana o'sha gap, bitta basharaga ikkita yuz ko'plik qilmayaptimi? Assalomu alaykum. Alloh ko'rib turibdi, jazosi qattiq bo'ladi. Juda qattiq bo'ladi. Qo'rqinglar, iltimos. Men bemalol xotirjam gapirishim sababi bu o'zimga ishonib, hammasini to'g'ri qilayotganimda. Hali gaplashamiz. Ey Allohim, o'zingni o'zgasiga muhtoj qilma. O'rtoqlar bitta it video qilibdi menga, shoqol, bitta yuzga ikkita bashar og'irlik qilmayaptimi, bir narsalar deb. Shoqol bu kaltak yeyishga arziydigan sabab menimcha. Ikkinchidan, sani yuzing ko'proq ekanda unda. Sababi boshida Jasko Koach deding, necha marta aytding, zalga olmagandan keyin Muhiddin aka deding, o'zingni akalaring orqasidan so'kib, o'zinglarning yuziga oyoq qo'yganing uchun ham ko'tingga tepib haydab yubordi. Endi faqat istoriyangda Shohasan aka bo'lib qolgan. Xo'sh, o'zinglardan. Odilxon prosmotrlar yemayaptimi? Sani davring o'tdi u bu deding. Qara, menga ham, senga ham kuniga 30 talab vizif keladi. Nima uchun ularga javob qaytarmasdan imindan menga javob qaytarding? Sababi bu narsa, bu hype sen uchun ham qiziq. Men oktagondan hech qachon sen bilan bo'yimizni so'ramayman. Menimcha bo'lmasa ham kerak. Sababi boshqa joyda bo'yim uje aniq. Shunday ekan, ko'rishganda ehtiyot bo'l, xolos. Tani joning sog' bo'lsin. Biz hali ko'rishamiz. Og'zim bor ekan deb har xil narsalarni vala qilaverma. Sparing debsan, sparingda ham miyang ochib tashlash umuman muammo emas menga. Prosta hamma o'zini tengini, uruvenini bilsin xolos. Men nima uchun videoni qo'ydim? U yerda hech qanaqa bir-birimizga sir boy bergan yo sir ishonib aytilgan narsa yo'q. Prosta ikkalamizni suhbatimizni qo'ydim xolos. Senga mana shunaqa renessans kerak ekan, men senga shu renessansni qilib beraman. Prosta o'sha zalda adresini ayt, Toshkentdagi liboy joyga kelib turib bir og'iz telefon qil, tushunishim bo'yicha hozir vohadasan. Men kutaman seni. Gapirilgan har bitta gaplar uchun javob beriladi. Shunaqa ekan, videoni o'ziga tashab qo'yinglar, itni. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Meni yangi ligadagi jangim aniq. Salomat bo'linglar. Men tavba qilib qasam ichmayman-da, lekin men birovga, masalan, agar seni gapingni menga boshqasi olib kelsa ham, agar siz orqangizdan mana bunaqa dedi, mana bunaqa qildi deganda ham, men ishonmasdim o'sha insonga. Borku, seni gapingni men borku, qanaqa insonligimni bilasanlar. Ot ido, men shokka tushib qoldim, mana Farruxdan so'ng. Farruh noto'g'rimi? Menga qildilar. Muslab qoldim men. To'g'ri. Kimda, lekin bu narsani sen noto'g'ri gapirdimmi? Hozir men esimda bo'lmayapti. Farruh shunaqa noto'g'ri gapirdimmi?
Muhitdin akam siz otini yemang. aytib Qara, turdimmi man? man aytaymi? Man aytaymi senga nima deganingni? Ha? Ayting aka, men ayting, agar bilsam men yo'q aka, bunday bo'lmagan deyman yoki Bir bo'ldi. marta ayting, ijtimo qilmaydi. Sen Xalqimiz kechiring. Farruh etdi, telefon qildi. Ha, hozir dedi Muhiddin akam bilan birga ovqatlandik dedi. Aha. Muhiddin akam sendan jahli chiqib yuribdi, xafa sendan dedi. Sen aytding, sikivordi, nima qilishim kerak? Nima o'zimni muammolarim o'zim, men lishni o'zimni quloqim bilan shu narsani eshitdim. Yo, Muammoyim o'zimga yetadi. Keyin bu aytdi, aka, u yoqda yurmasa Farruh senga aytdi, "Ke, Toshkentga mazza qilib yuramiz" desa, sen aytsan, "Ey, zaybal qildi bular. Mana borsam Tailandga olib ketadi bular." Zaybal qildi bu. Seni zalga olib bordim. Men o'zim yoshligimda o'sha qilgan zalimga olib bordim. Amirxon, Bor? eshityapsanmi? Ishlayapman. Nima dedim? Boshqa zalni trenirovka qildirdim, o'zimiz zalimga olib kelib dedingiz. Hop, keyin nima dedi o'rtada bu? Siz mana bitta narsa aytay. Qarochi buni zalga qo'yishmadi. Siz oldingizda ukam ikkinchi boyin, hali boyda yutding, ikkinchisida ham yutishing kerak. Shuncha odamni ichida yomon bo'lib ketasan yutqizsang. Dedingizda o'zingiz trenirovka qilgan boks zalga olib borib gaplashdingiz. Boks trener buni sekundiga qarab, vaqtiga qarab, mushog ursa mushogiga qaradi, lapa ursa lapasiga qaradi. Videolarda gaplashsak. Keyin boyga tayyorlab olib chiqdi o'sha trener, siz bilan birga sekundant bo'lib chiqdi. Bu mikrofonda men ko'chada qo'y boqib yurib trenirovka qildim, men dalalarda trenirovka qildim dedi. Yoki Muhiddin aka, rahmat, meni shu trener trenirovka qildirdi, olib chiqdilar degan yo'q. Muhiddin aka rahmat o'zi mashidida Muhiddin aka rahmat demadimmi? Mashidida men o'sha qo'yib qilib qoldimki, Yo'q, men nimaga bu aka rahmat demadim. bu dalalarda trenirovka qilgan yo'q-ku dedim men. Yo dalada qildim trenirovka podgotovkani. Men 2 hafta boks zalga borganman, qo'yanini dalada qildim, Muhiddin aka ko'rdi. 2 hafta lekin zalga bordim. $100 trenerning qo'liga pul berdim. 2 hafta bor. Muhiddin akam olib bordi. Chunki video qilib qo'ydim. Unda qilmadik aka. Sen mencha bilan $100 unga berdim, $50 bundan oldim. Menchalarni pul haqida gapirsan, senga biz pul haqida gaplashyapmizmi? Men borini Bitta urdim, o'zingcha yig'lading. Akam yo'q edi, akam o'rnida aka shunaqa yumshab ketdim. O'shanda ham yomon afsuslandim. Borku shu qilgan ishimdan. aka Luboy davraga kelganda Men senga aytdim. Pinkoni reklama qilma, xumor reklama qilyapsan dedim. Aka u yo'g'ida bu xumor masaka. bitta aka bitta shundan boshqa temada qilyapsiz bunga, seni so'rayman bundan. Bitta narsa so'rayapman. Sen harom yo'l bilan pul topasizmi? Uyalamanib harakat qilyapman aka. Uyalamanib reklama tushmayapti. Nima qilay aka? Uyalamanib harakat qilyapman aka. Menga ko'rsatdi brat. Ikkalaring peripiskalaringni ko'rsatdi. Brat senga 5-6 marta telefon qilyapti-da, atvet qilmayapsan. Bu keyin asabiylashyapti. O bilan menga telefon qilmay qo'ydim uni. Tur asabiylashib Kech payt yozasan, tomog'im og'rib qoldi. U yoqda, sen keyin Muhiddin aka. bitta narsa to'g'ri tushunda, aka qachon yo'qlashasiz? Men boya aka sizga video tayladim. Aka dedim, "Meniki men akangga keldim" dedimda, sizga video tayladim aka. Uchinchi bo'yinga zo'r ursin, ko'p gapirib yuboryapti, xalqning oldida sharmanda bo'lmasin. Uchinchi bo'yidan dostoyni, konkretni bo'y ko'rsatsin. Uxlatsin o'z xatirligini deb, hayratga ketaman dedi biri. Aka mana 5000 ta odam turibdi, shuncha zapis bo'lib ketadi aka. Men xalqning oldida yomon otliq bo'lib qolaman. Qaysi davraga kirsam, hamda qo'lim uchi bilan ko'rsatadi. Bitta oddiy zaybar degan film yo'q uchun muammoga. Aka sal men asab rolda bo'yandim. Sani men birovga yomonlik qilib, men prosta men u narsani gapirmasdan. Nima zaybal deysan? Zaybal qilgan. Rolda bilmasdan gapirib o'rganman shuni ham. Meni borga aka, nima men shu omadim kima yo'q bo'lib ketay agar men shu narsa bo'lsa. Akajon bilmasdan aka, kechiring aka. Mayli, men xato qildim aka, kechiring aka. Bitta mana shu pulimdan muammolarni shuncha paytdan beri bitta iltimos qilaman sendan. Bir marta iltimos qilaman. Maylimi? aka unday qilmanglar aka. Yo'q, mayli. Aka mayli, men xato qildim aka, men xato qildim. Men xato qildim aka. Oyog'ingizga yiqilay aka. Oyog'ingizga yiqilay. Men xato qildim aka. Men senga Men xato qildim aka. Kechiring aka. Bitta iltimos qilaman sen hayotim davomida sendan.
Aka qarang, hozir boshqa qarang, narsa so'ramayman. to'xtang aka. Sani Bug'din aka, yomon Bug'din aka, otliqqa to'xtang chiqarmayman. akajonim. Bir marta eshiting aka. Og'a, Biron marta yoningizga borib, aka odam urib yig'lata olmaysiz, lekin bitta narsa aka, yoningizga borganmanda doim so'rang. Bug'din aka, hozir yonimga bo'lma. Ishongan tog'im deb lupa joyda tushib aytganman, Bug'din aka. Qanday sizdan voz kecha olaman? Ayting aka, qanday sizdan voz kechaman aka? Qanday voz kechaman aka? aytmasliging uchun ham Qanday voz kechaman? Men sizdan voz kecha olmayman. Juda akamni qabul qilganman aka. Yetarli. Tushunyapsanmi, Saturn? Juda Hamma yetarli yo'g'imiz aka, foyda menda yetmasligi uchun shu ishlarni qilyapman. Agar yetarli bo'lib shunday puqlar yeb qo'yganman, haligacha to'layman. Haligacha to'lab yuribman farzand. Menda ishxonam bor, to'g'ri. Menda bir kafe bor. Kafe sotib olganman. Meniki 5000 ta odam ishlayapti. Mani 5000 ta ishtor, odam. men senga Aka, gapiryapman. kafem bor, lekin ichida 11 ta odam ishlaydi. Ular meni qancha ezilib, qancha mehnat qilganimni ular biladi. Aka, Mana qiyinchiligini Muhiddin kirib akam, qolganman, Amirxon shuning uchun akam. o'zib mehnat qilyapman. Og'ayning Saturn nima? Farruh ham yaxshi biladi hamma qiyinchilikdan chiqqanini. No, lekin eshitib tur. Mana u yulduzli kasali bor-ku. Aka, Bitta gap aytay, to'xtatmayki bitta gap. Qo'y, to'xtang. Bizdan Qiyinchilik zo'rlardan degan ham qolib narsani ketgan. tilga olmang. Qiyinchilik degan narsani tilga olmang. Siz qiyinchilikdan chiqmaganmisiz? Aka, men ko'rmagan. men qanaqa joylarda yashab yurganimman? Amirxon, sen nima osmondan tushib qolganmisan? Mashinada uxlab yurgan, kerak bo'lsa. Sanchi? Men aka, Mani tayinli uxlab turgan aka. Sanchi? Qanaqa qiyinchilik ko'rgansan? Toshkentda bitta xonada yotganmiz 10 kishi. 10 kishi bitta xonada Men yotgan. yomon ko'raman aka, qiyinchiliklarni aytishni yomon ko'raman internetda aka. Qiyinchilik, sen tushunmayman nimaga. Nima bu dunyoda hamma Endi internetga aytilmaydi-da. o'zidan o'zi Hamma qiyinchilik ko'radi. dunyoga nima qiyinchiliksiz bu yerda sportni ichida yurgan bolalar nima qiyinchilikdan chiqmagan bolalar deysanmi? Hammasi shu. O'sha yo'qchilikdan urishyapti. Yo'qchilikdan shu o'zini qiynab, o'zini shu narsaga bag'ishlagan odamlar shular. Ya biz nima uchun? Qara, bittasi reklamaga chaqiradi, men ikki keling. Nima uchun? Shu moddiy taraflama podpishka qilgani uchun o'sha odamlarning hurmatida hamma ishimizni tashlab bo'lsa ham o'sha yerga boramiz, o'sha odam mediasi rivojlansin. Bu hamma qiyinchilik ko'rgan, sen ham, men ham, bu ham hamma. Bitta narsa aytmoqchiman, to'xtab tur, gapimni oxiriga yetkazib qo'y. Qarab tur. Bu yulduzli bor-ku, bu xalq bor, mana o'zbek xalqi. To'g'risi uyqularim ham qochib ketdi, bor bo'lgan ishlardan, eshitgan gaplarimdan. To'g'risi men nima desam bo'ladi, unga shuncha yaxshilik qildim, yonimda olib yurdim. Hamma qarshi chiqqanda ham yonida turdim. Men bu narsani minnat ham qilmayman, men bu narsalarga roziman. To'g'risi. Rosti meni nomimga yoki men tarafga aytilgan gapini men lishni o'zim eshitganim uchun shunaqangi jahlim chiqdi. O'zimni bosib tura olmadim to'g'risi. O'shanga sizlardan nima deydi shuni so'rab qolardim. Meni noto'g'ri tushunmanglar. Men hech kimga adovatim yo'q. Hammani omadini bersin. Lekin Saturn boshqa meni oldimda yo'q.